Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatda ishimizdan xudo xolasa Marhamat shaharda doğrusu shunaqa ko'rinishli ishlarimizni qilib beryapmiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar bir dona obuna bo'lib, bir dona like tugmachalarini bosib banglatib yuboringlar. Shu videomiz keyinroq tarqalishiga hissanglar qo'shsanglar. Xudo xolasa mana shunaqa ko'rinishda kelib mana burchagimizga ahamiyat berib qo'yinglar. O'ta go'zal holda bo'lib, bu yerga esa mana 4 dona kasetamizdan burib qo'yganmiz 2 metrdan qilib. Bu taraflarni ham u arkasi 2 xil ekan. Shunaqa ko'rinishli ishlarimizni qilib beryapmiz obunachilar. Boshqa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki, ekranda nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilib, zakaz qilsanglar, navbatdagi xonadon sizlarga ham xudo shunaqa qilib, mana januziylarimizdan qilib, pardali qilib, go'zal holda qilib, xudo xolasa yakunlayapmiz. Shu oxirgi joyimizni qatirsak, mavzumuzni xudo xolasa tugatamiz. Mana ko'rib turibsizlar obunachilar. Bunimizni ham sinishi, bu yoq uskura singan, bu yoq keyinroq singanda ham xudo xolasa shunaqa ko'rinishda qilib, go'zal holda qilib, qo'ldan kelgancha ishlarimizni qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'lib, mana akam Xurshid aka o'ta qattiq ustanim. Hajiga. Hadda ishga qilib tursanglar, xudo xolasa mana shunaqa ko'rinishda qilib ishlarimizni yakunlayapmiz. Bu tarafiga ham rahmat beringlar obunachilar. Go'zal holda bo'lib, xohlasa bu yoqlari ham bitdi. Yana qaytarib o'tamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'lib, xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar shu raqamlarga 93 kodi bilan 067 1144 raqamlariga murojaat qilsanglar, xudo xolasa sizlarning xonadoninglarni ham shunaqa ko'rinishda sizlar xohlagan fasoniylarda qilib beramiz obunachilar. Mana bu tarafdan mana go'zal holda bo'lib, arkali joyida 138 ming so'mdan 1 kvadratini qilib, shunaqa ko'rinishda go'zal holda qilib berdi obunachilar.